o'lib qolaman deb o'yladim. Men oyog'im og'rib, belim og'rib doktorga chiqqan edim. MRT tushdim. MRT anaqasidan, xulosasidan meni qorin bo'shlig'imda obrazovание deb anaqa qilishdi. O'sma bor deb aytishdi. Keyin o'sha onkolog maslahati kerak deyishdi. Romanov Umidjon Botakulovich tavsiya qilishdi. Allohga ming qatra shukr. Men kelganimda men o'lib qolaman deb o'yladim. Yig'lamay, vahima qilmay. O'sma aniqlandi qorinda, kelganda vahima biz oila yig'ilgan. O'sma aniqlangandan keyin eng asosiy muhim narsalardan bittasi yana желчный puzir, ya'ni o't tufagida tosh bor ekan, 1,5 santimetrli. Biz maslahat berdik, sразу o'smani olish yoki undan namuna olish hamda falsektomiya, ya'ni o't tufagini olib tashlash. Asqar Amarovich boshchiligida shu ish qilindi. Hammasi zo'r, hammasi yaxshi. Bugun 3-mi, 4-kunmi unga javob beramiz. Gistologiya javobini kutib, gistologiya chiqqandan keyin nima qilish kerak degan savolga javob olamiz. Yaxshi kunlarda uchrashaylik faqat. Faqat to'y ichga kelasiz. To'y, choy ichga. Siz ham faqat to'ylarda choy ichlarga xudo xolisa borasiz. Yangilarni yaxshi kutib oling. Doim mashqga shifo so'rab kelgan hammaga Allohim sizlarni sabab chiqib qo'yadi. Komil shifo topib, xayrli oxirigacha shifo topib hammaga nasib qilsin. Rahmat kattakon.